Onangdan xavotir olma. Men o'zim qarab turaman. Ish nima bo'ldi? Tushunarli. Xullas, men kelgunimcha o'zing eplaysan. Ehtiyot bo'l. Sog' bo'l, Jackie Chan. Qalaysiz, Ahmadjon? Nima bo'ldi, tinchlikmi? Men bilan ishing bo'lmasa, xo'pmi? Bu turda kim bilan chiqadi? Shirin. Sanchi? Bilmadim. Shirin bilan chiqinglar. Dev bilan pakana bo'lasizlar. Xo'p, rostdan kim bilan chiqmoqchisan? Madi bilan chiqaman. Manchi. Bo'pti, sen bilan chiqaman. I'm that bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh. Men sen bilan chiqaman. Yo'q, sen bilan chiqaman. I like it when you take control, even if you know that you don't. Rahmatjon. Sizga gapim bor edi. Xo'sh, Karinani yaxshi ko'rasizmi? nima edi? Men aytmoqchi edimki, Hos. Alo. Xo'p, hozir boraman. Keyin gaplashamiz. sizni yaxshi ko'raman demoqchi edim. Bo'pti. Uzr, nima deyatdingiz? Xullas bitta bola bor. Shu bolani tiz cho'ktirib, mendan uzr so'ratish kerak. Biz bunaqangi mayda-chuyda ishlar bilan shug'ullanmaymiz-u, lekin sizdek chiroyli qizga yo'q desak uyat bo'lar. Xo'p, kim ekan u? Mana. Как раз shunaqa ishlar bilan shug'ullanadigan bittasi bor. Ishonchli odammi? Siz o'ylagandan ancha ishonchli. Odam bor. O'zlari chaqirdilar. Shep, Jekchanka. Ha, как раз o'zi ham keldi. To'yib, qassob jo'natdi. Bizning territoriyaga ko'zalay turayotgan ekansiz. Birinchi bitta laychasini jo'natdi. Men tinchitishga. Endi sandaqa maydalarni jo'natyapti. Sartiling ehtiyotli gapirur. O'rtamizda kelishuv bor edi. Sanlar bizning territoriyaga, biz sanlar territoriyaga aralashmaymiz degan. Unutib qo'ydingmi? Men kelishuvni unutganim yo'q. Meni tinchitishga odam jo'natib, sanlar unutdilaring kelishuvni. Sanlar qo'li yetmagan joyga bizni qo'limiz yetadi. Sanlar hal qila olmagan ishni biz hal qilyapmiz. O'shaning uchun ham bo'z bizga ish beryapti. Sanlarga. Takshto qassobinga borib aytdim. Indamasdan mollari bilan shug'ullanib yuraversin. Menga qara. Sanlarga muammo kerak. Menga qara, qirrancha. Bitta muammo, menman, tushundingmi? Congratulations of your graduation. Wishing you the best of luck and the sexy in the future. Qani buni kim tarjima qilib beradi menga? Rahmatjon. Sen tura qol.
Hammangizni maktab bitirayotganingizdan tabriklayman. Kelajakda omad sizlarga yor bo'lsin. Rahmatjon ingliz tilini juda ham yaxshi biladi. Ingliz tilini qayerdan o'rganayotganingni bolaga ham ayt. Ingliz tilini Ibrat farzandlari, Ibrat akademiya ilovasidan o'rganaman. Sizlar ham shu ilovani yuklab olinglar. Men o'zim bu ilovadan foydalanib turaman. Kelajakda albatta sizlarga kerak bo'ladi. Endi sinfni yasatamiz bitiruvga. Ketdik. 5 kundan keyin qamoqdan chiqadi oshpaz. O'zim chiroyli kutib olaman do'st. Siz xavotir olmang. Gap tamom. Xo'p bo'ladi. Oshpaz, nima qilganing bu? O'zi chiqishingga 5 kun qoldi. Jim yursang-chi. Oshpaz, qalaysiz? Taniysiz bo'ladimi? Qoching. Sochlaringizni qarang. Qoching, qo'lingizni tegmang. Tanishinglar. Bola! Qochdik! Kim edi ular? Tanimayman. O'zdan o'zlari gap ochdi. Bekilgandirsan-da. Tushunmadim. Ne unaqa o'zgarib qolgansiz? Men tinch qo'yim bo'ldi. Sog' bo'l. Qassobni o'rnini bildirib qo'yish kerak. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qayerda yuribsan? Azing ishga bo'lib qoldi. Tushunmadim, qanaqa ishga? Ana qassob odamlar qo'shilib. Mana qassob. Jimlaring. Labay bo'z. Aha. Xo'p, tushundim. Manga qara. Ana ishni tez hal qilish kerak. Qiz 2 kunda ketargan. Tushundingmi? Bugun hal qilasan. Sen ikkalang ham yordam berasan. Manga qara. Ko'zga tashlanmay borlaring. Bor. Allo. Boshlandi. Ketdikmi? Siz mashinani olib ketavering, buyog'iga o'zim ketaman. Mumkin emas.